Ota va o'g'il eshagini yetaklab uzoq bir safarga yo'lga chiqishibdi. Yo'lda ketayotsa otasi horib, eshak ustiga minib olib o'g'li bilan suhbatlashib ketaveribdi. Qarshisidan chiqqan odamlar ularga qarab turib, "Ey, mana bu otani ahvoliga qaranglar. Hozirgi otalarda rahim shafqat ham qolmabdi. Bechora o'g'li piyoda ketyapti-yu, otasi eshakdan maza qilib ketyapti" debdi. Otasi buni eshitib qolib, eshakdan shartta tushibdi-da, o'g'liga "Chiqing o'g'lim eshakka" deb turib, o'zi eshak ipidan tortib yetaklab ketaveribdi. Yo'lda ketayotsa, boshqa bir odam aytdiki, "Ey, mana bularning ahvolini qaranglar. Hozirgi bolalarda hurmat izzat degan narsa ham qolgani yo'q. Bizni paytlarimizda otalari hurmat qilishardi, izzat qilishardi. Bu o'g'il eshakda ketyapti-yu, bechora otasi piyoda ketyapti" debdi. Otasini bundan ham g'ashi ketdi-da, eshakka ortidan minib olibdi. Ota va o'g'il birgalikda eshakka minib ketaverishibdi. Yana biroz yurishsa, boshqa bir chiqqan odam aytibdiki, "Mana bu ahmoqlarni qaranglar. Bechora nimjongina eshak ustiga ota o'g'il minib olib, eshak azob berib ketyapti. Hozirgilarda rahim ham qolgani yo'q" debdi. Keyin otasi shu yerda yana g'ashi ketdi-da, o'g'liga "Ko'taring" deb turib, eshakni bir oyoqdan o'zi, bir oyoqdan o'g'li ko'tardi-da, bo'yniga ortib olib, eshak ortib ketaverdi. Qaragan odamlar aytibdiki, "Voy ahmoqlarni qaranglar. Shunaqa ham ahmoq bo'ladimi? Eshak ustiga minib turib yo'liga yetmasdan eshakni o'zlari ko'tarib ketishyapti" debdi. Shunda eshakni yerga qo'yib, otasi o'g'liga qarab turib aytgan ekan, "O'g'lim, mana bu yerdan o'zingiz uchun xulosa chiqarib oling. Odamlar gapiraveradi. Agar qo'yib bersa odamlar sizni yomonlayveradi, qilayotgan ishlaringizni ahmoqgarchilikka yo'raveradi. Mana ko'rdingiz, bir ishni to'g'ri qilaman dedingiz, lekin odamlarning gapiga kirib, eshakni boshingizga ko'tarishga majbur bo'ldingiz. Shuning uchun hamma aytgan gapni ham, hamma aytgan gapni ham gap deb qabul qilavermang. O'zingiz uchun to'g'ri bo'lgan yo'ldan yuravering. Siz to'g'ri yursangiz ham odamlar sizni egri deydiganlar, sizni xato deydiganlar topiladi. Shuning uchun duoni oling o'g'lim. Ustozlaringizni xizmatini qiling o'g'lim. To'g'ri deb bilgan yo'lingizda yuring o'g'lim degan ekan.